Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mendan juda ham ko'p odam so'radi. 5 kilo sement qo'shsam qanday bo'ladi? 10 kilo sement qo'shsam qanday bo'ladi? Hech qachon bu penoblok 10 kilo sement, 5 kilo sement qo'shsa sement bilan kelishmaydi. Sement bilan kelishadi deb aldagan odamlarga ishonmaylik hech qachon. Penoblok o'zini qilingani, ma'lum miqdorda o'zini belgilangan sementi bor. O'shandan ziyod qo'shdingizmi, u o'xshamaydi. Chunki men 3 yildan beri quyayotgan bo'lsam shu penoblokni sinab ko'ryapman. Sinovga quyib qo'yganlarim bor. Misol 4-5 oy oldin quyib qo'yganlarim, mana shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana shu holat bo'ladi. Sement bilan qilib qo'shib qo'ygandan keyin mana shunday yorilish, ikkalasi bir-biri bilan kelishmaydi. Qo'yib qo'yganmiz. Asta yorilib, o'zi yaroqsiz holatga kelyapti. O'zini qo'yib qo'ying. 1 yil bo'lsa ham turaveradi. Shuni loyni chetib qo'ying ham turaveradi mana shu joyda. Lekin qadrli kuzatuvchilar, mana qiziq narsani ko'rib qoldim. Shuni sizlar bilan ulashaman deb. Ko'rsa, Tarnovda qishi bilan qolib ketgan penoblokimiz. Mana Tarnov tayda qolib ketgan bechora. Loylar erib, g'ishlar nima bo'lib ketgan. Turibdi. 1 yil sezoni bilan loyda arasida qolib ketgan g'ishimiz penoblok. Sifati o'zgarib, misol erib ketgan joyi yo'q. Penoblok erib ketadi, sifatsiz deganlarga. Har bir qizishga 5 kilodan sement solib ko'ryapmiz. Qanday chiqadi natijasi? Assalomu alaykum hammaga. Mana 21 kilo sement. 3 ta qishga 7 kilodan. Olib kecha 40 kilo gipis, 21 kilo sement. Penoblokka 5 kilo sement ortiqcha olib bersam qo'shasizmi deganlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Mana holati mana shunday bo'ladi. Bu asta bo'lmaydi. Boshda qo'yilganda juda mustahkam qattiq chiqadi, lekin asta mana shunday yorilib ketadi. Sement ko'p qo'shgani sabab. Sement bilan juda kelishmaydi. O'zini normasida qo'shsagina kelishadi. Qo'shilmagan holatini shunday qo'yib qo'ying. 1 yil, 2 yil, 10 yil bo'lsa ham shunday ko'chada tursin turaveradi. Yorilmaydi. Sement aslo qo'shtira ko'rmaydi.